Tasavvur qiling, sevgan insoningiz bilan birga vaqt o'tkazyapsiz va to'satdan uning robot ekanligini bilib qoldingiz. Hamroh fantastik va triller janridagi film bo'lib, sun'iy intellekt, insoniylik va zamonaviy texnikalarning inson nazoratidan chiqib ketishi mavzularini qamrab oladi. Men undan to'xtatishini so'radim. Hammasini batafsil gapirib ber. Agar u meni o'ldirsa, men seni boshqa hech qachon ko'rmayman va bu har qanday natijadan ham dahshatliroq edi. Iris, uxlash vaqti keldi. Film bosh qahramoni Iris o'z sevgilisi Josh bilan birgalikda do'stlari bilan vaqt o'tkazish uchun chekka joydagi uyga boradi. Hammasi odatiy holatda kechayotgan paytda film dramatik burilish qiladi. Iris aslida sun'iy intellekt asosida ishlaydigan inson shaklidagi robot ekanligi aniqlanadi. Men robot kompanionman? Ha, Sen hazillashyapsan, to'g'rimi? Bu shunchaki Iris, havo harorati 22 qancha? daraja issiq. Kechqurun yomg'ir yog'ishi kutilyapti. Yana dalillar kerakmi? Xo'p, hozir. Iris, sen qancha chet tilini bilasan? Ispancha gapira olasanmi? Bilasan-da, ispancha gapira olmayman. hablar español. Uzoq yillardan beri Josh uni boshqarib kelgan va uning shaxsiyati sun'iy tarzda shakllantirilgan. Iris ushbu haqiqatni bilib qolganidan so'ng insoniy his-tuyg'ular bilan sun'iy intellekt orasidagi ziddiyat kuchayadi. Josh uni nazorati ostida ushlab turishga qattiq harakat qiladi, lekin Iris o'z mustaqilligini qo'lga kiritish uchun intiladi. Film voqealari davomida Iris o'zini kashf etish jarayonidan o'tadi. U nafaqat buyruqlarni bajaruvchi oddiy sun'iy intellekt, balki o'zi mustaqil qarorlar qabul qila oladigan shaxs ekanligini anglab yetadi. Shu bilan birga film texnologiyalarning inson hayotiga ta'siri haqida ham chuqur o'ylab ko'rishga majbur qiladi. Hamroh shubhasiz bu yilning eng shov-shuvli loyihalaridan biri bo'lishi aniq. Filmni hoziroq Reaplay platformasida o'zbek tilida yuqori sifatda tomosha qiling. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishni ham unutmang.